Ramazan'ın ıssiq vaqtida ajoyib xo'sh yoqadigan kebab chöp tamogimizni yetishni boshlab ketamiz. Ching'ida jug'irgan xamirimizni shunda ravrus pishirgandan keyin yaxshi pilt qilib buni yo'gab qo'yib, xamirimiz ting'ichlik, mogoni shunda titib, pokiz yuvib, siqib bir tal suyini qo'ymay elib olgandan keyin go'shtni shu kebabdek holatda to'g'raymiz. To'g'rab buni tuz, zira, qarmoshni ozroq selib, pishanchodan biza qo'yib, kebablarni biza sepib, buni yaxshi aralashtirib, tamlantirib qo'yamiz. Endi shomijonlar bilan samsaqni chanab, vaqt lazım azroq selib tayyor qilib olib, qozonga mayni qo'yib, mayimiz toza qizg'an vaqtda ustiga bir chumuch mayni qo'shib, lazımız tamlantirib qo'yamiz. Buningga shangyo bilan ochiq suv ham qo'ydim. Biza etga lazım tayyor qilgan lazım azroq selib etdim. Buni elishtirib qo'yimizni tayyorlab qo'yib, qizg'an qozonga go'shtni selib, go'sht sarg'aygan vaqt piyozni selib, piyoz sarg'aygan vaqtda mogoni selib, mogoni toz sag'ag'ich qurib, mogo ravrus qurilib, kebabdek olib kelgan vaqtda o'timizni to'xtatib turib darsetimiz. Bo'lmasa ta'mini ko'ydirib etadi. Bu kebablarimiz tayyor qilib bo'ldik. Emir qazımızga suvni qo'shib qaynagandan keyin yubasayni may bilan tuzdan bir qo'shiqdan qo'shib, shundaq 1 minut atrofida pishirib suzib olamiz. Ham buni cho'pimizni tayyor qilib olamiz. Bu holatda biz tayyorlab, o'tirdan 3-4 chanab 10 sant atrofida uzib qazimizga solamiz. Cho'pni pishirib 10 santni o'zi uzib. Cho'pni yaxshi pishirib, suzib olgandan keyin so'g'aq suvda urus chayqab, buni issiq suvda misholimiz o'qay. Kebab cho'p bo'g'ashqa, oldin tayyorlab olgan qiyamimizni solamiz, yaxshi aralashtirib, ustiga yubasayni selib, onun üstüge kebaplarımızın salimiz, ama puraqlarım gap ketmeydi, ta'miga gap qilib bo'lmaydi. Shunchalik fayz bo'ladi mash. Sizlar çok ko'p gap yaqin chaqlarni tavsiya qilaman tamaqni. Issiq vaqt shunda va xo'sh yoqadi mevchi yeydigan chaqlarni sizlar so'g'aq yeb qolgan vaqtda tamaqni qilsanlar shunchalik huzur bilan ishtahinglarni ochadi. Davomli shuna issiq